Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ixlos go'zal axloqning tojisidir. 927-savol. Ixlosning haqiqati nima? Javob. Ixlos qalb qetidan kelgan samimiy sevgi bilan ko'rsatilgan sadoqatdir. Ixlosning aksi riyodir. Qilingan ibodat va har qanday bir yaxshi ishlarda hech qanday bir manfaat yoki foydani ko'zlamasdan faqat Alloh taolaning roziligini maqsad qilish ixlosning asosini tashkil qiladi. Ixlos to'g'riliq kelgan oyat va payg'ambarimizning hadislariga asoslanganda nijot yo'li faqat ixlosdir. Odam bolasining ichki dunyolik saodati va moddiy ma'naviyatiga kepillik qila oladigan ixlosdan bo'lak ikkinchi bir xislat yo'qdir. Har qanday bir ishni ixlos bog'lab qetirqinib qilish haqiqatan muhim bir ishdir. Chunki zarrachilik ixlos bilan qilingan amal, ixlossiz qilingan minglarcha amal ibodatdan e'tiborliqdir. 928-savol. Ixlos hamma ishda talab qilinamdi? Javob. Har qanday bir ishda ixlos talab qilinadi. Namoz o'qishda, ro'za tutishda, zakot berishda, haj qilishda, ilm tahsil qilishda, Qur'on tilovat qilishda, yetim yesirlarga yordam qilishda, halol rizq uchun ishlashda, ixlos bog'lab ish qilish lozim. Har qanday bir ishning o'ziga loyiq ixlosi bordir. Masalan, samimiy ixlos bilan bog'langan muhabbatning bir zarrasi bir manfaat yuzidan bog'langan muhabbatdan albatta cho'ng va qimmatlidir. Chin muhabbatni ko'rishni xohlagan kishi onalarning tabiatiga qarshi bo'ladi. Haqiqiy xolis muhabbatga onalar sazovardir. Ular farzandlari uchun nurg'unlagan jafo mushaqqatlarni tortib, chin dilidan bolalari uchun kuyib pishib cho'ng qiladi. Lekin u qilganlari uchun bolalaridan bir mukofot yoki sovg'a salom tama qilmaydi. Bir foyda ko'zlamaydi. Odammi Alloh taologa ixlos qilgan ekan, shundoq chin aqida va sevgi bilan ixlos qilganda, ondan u Alloh taoloning haqiqiy muxlisiga aylanadi. 929-savol. Ibodatlardagi ixlosning roli nima? Javob. Alloh taolaning roziligi amal ibodatlarni ko'p qilish bilan yoki ko'p kishilarni dinga agashtirish bilan qozonilmaydi. Balki Alloh taolaning roziligi faqat ixlos bilan qozoniladi. Shunga ba'zida bir ig'iz so'z yoki bir yaxshi niyat haqiqiy saodatga va mangulik nijotlikka sabab bo'lib qoladi. Amal shundoq ekan, amal ibodatlarning ko'p qilinishiga qaramasdan, balki qalbdagi ixlosga qarash kerak. Chunki kerak bo'lgani ixlosdir. Zodi Alloh taolaning roziligini ko'zlamasdan boshqa maqsad va manfaatlarni ko'zlab qilingan butun amallar va ibodatlar bekordir. Masalan, ko'mir kilolab, hatto tonnalab, oltin grammlab tortiladi. Ixloslik amal oltin bo'lsa, ixlossiz amal ko'mirga o'xshaydi. Bu misoldan ixloslik ibodat bilan ixlossiz amal ibodatning o'rtasidagi farq ochiq ko'rinib turibdi. Kamtarlik. 930-savol. Kamtarlik deganning ma'nosi nima? Javob. Kamtarlik haqiqat qandoqli bir kishi tarafida bo'lsa, cho'nchilik qilmay uni qabul qilish va o'zidan tuvan kishilarga kamtarlik, mehr muhabbat va yumshoqlik bilan muomala qilishdir. Kamtarlikning aksi kibr, o'zini cho'ng sanashdir. Bu ta'rif payg'ambar alayhissalomning so'zidan elingan. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kibr haqni qabul qilmaslik va kishilarni ko'zga ilmaslikdir. Payg'ambar alayhissalom bu ikki jumlalik ixcham so'z bilan intayin cho'nqur va keng ma'nini oydinlashtirib bergan. 931-savol. Haqiqatni qabul qilmaslik deganning ma'nosi nima? Javob. Haqiqatni qabul qilmaslik deganning ma'nosi o'zining nazarida yuz obro'yga yoki boyliqda yoki mansabda yoki hurmatda nasabda tuvan sanalgan yoki o'zi yoqtirmaydigan birining haq so'zini yoki uningdagi haqqoniy ta'riflarni e'tirof qilmaslik deganlikdir. 932-savol. Kishilarni ko'zga ilmaslik deganning ma'nosi nima? Javob. Kishilarni ko'zga ilmaslik deganning ma'nosi faqirlarning, odatdagi kishilarning yeniga kelganda o'zini ularga tang qilmaganlikdan g'adiyib, o'zini cho'ng tutish, ularga so'z qilishdan qisilish, ularning so'zlarini xush yoqmagan qiyofatda anglash va ko'rganlar odamga salom qilmaslik qatorliqlarni ifodalaydi. Bundaq qilish insonlarning hurmatdan iborat Alloh taolo ato qilgan tabiiy haqqini dafsanda qilganlik. Ularga azor berganlik va o'zini Alloh taoloning jazosiga tutganlikdir. Hech kim inkor qilolmaydigan, hatto dinsizlarni rad qilolmaydigan haqiqat shuki,
o'zini cho'ng tutadigan, kishilarni ko'zga ilmaydigan odam söyleshga haqliq bo'lmaydi. Bir kun u cho'qim xar bo'lmay qolmaydi. Alloh taolo o'zini cho'ng tutquchilarni har zamon cho'ktirib, kamtarlik qiluvchilarning sha'nini har zamon ko'tarib keldi. O'zini yer yuzining ilohiy deb e'lon qilgan Firavun, boyliqiga ishinib haqiqatni qabul qilishdan bosh tortgan Qarun, mansibiga ishinib haqiqatga qarshi chiqqan Abu Jahl qatorliq zolimlarning ibratlik oqibatlari buning tipik misoldir. Chunki cho'ngchilik va kattalik faqat Alloh taologa xos bo'lgan huquqdir. Alloh taolodan uni talashganlar eng echinishli azoblar bilan azoblanib kelmoqda. 933-savol. O'zini cho'ng tutishning eng cho'ng xatri qaysi? Javob. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: qalbida zarrachilik kibr bo'lgan odam jannatga kirolmaydi. Muslim rivoyat. Alloh taolo hadis qudusida payg'ambar alayhissalomga mundaq degan: cho'nglik bilan izzat mening kiyimlarim. Bu ikkisini mendan talashganlarni cho'qim jazolayman. Imom Ahmad rivoyat. Qur'on Karim Luqman hakimning o'g'liga qilgan nasihatini bayon qilib, Luqman hakim mundaq degan: kishilardan mansitmaslikdan yuz o'rmagin, ziminda qodib ma'mag'in. Allah haqiqatan hakavur, o'zini cho'ng tutquvchilarni yoqtirmaydi. Sura Luqman 18-oyat. Payg'ambar alayhissalomning kamtarligidan o'rnaklar. Islom payg'ambari Hazrati Muhammad alayhissalomning oshkora yoshirin butun ahvolini biladigan hayot sherigi Oysha radhiyallohu anha payg'ambar alayhissalomning axloqini ta'riflab, uning axloqi Qur'on Karim edi degan. Imom Ahmad va Abu Dawud rivoyat. Payg'ambar alayhissalom bilan birga yashagan va uning butun ahvollarini biladigan sahobalar Hazrati Muhammad alayhissalomning axloqini ta'riflab mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom birov bilan qo'l ilishib ko'rishsa, qarshi taraf qo'lini tortmaguncha uning qo'lini qo'yib bermaydi. Birovga salom qilsa tabassum bilan to'liq salom qiladi. Qarshi taraf yuzini o'rmagicha yuzini boshqa yoqqa cho'rmaydi. Qandoqli bir o'ltirishlarda hargiz to'rga chiqmaydi. Balki qayerda bo'sh o'rin bo'lsa, shu yerda o'ltiradi. Sahobalarning uningga o'rnidan turishini yoqtirmaydi. Faqirlarni yo'qlab, hol-ahvolni so'rab turadi. Ular bilan mo'ngdishatdi, kasallarni yo'qlaydi. Bir odam Muhammad alayhissalomning yeniga kirish oldida tortilganlikdan tamtirab qolganda, payg'ambar alayhissalom uningga: "Tamtirma, men podshoh emasman. Faqat Makka da quritilgan go'shtni yeb hayot kechiradigan ayollardan bir ayolning bolasiman" degan. Ibn Majah rivoyat. Birov sizning oldingizga kirganda, sizning oz to'la mansibingiz yoki ilmingiz yoki xalqning nazaridagi yuz obro'yingiz sababli sizdan tortinib turganida, uningga men oddiy bir dehqonning bolasiman yoki oddiy bir hunarvanning yoki bir ishchining bolasiman deb aytib baqdingizmi? Unda qilmagan bo'lsangiz, payg'ambar alayhissalomdan kamtarlikni o'rganib oling. 934-savol. Chiroyli kiyinish o'zini cho'ng tutganlik bo'lamdi? Javob. Bir odam payg'ambar alayhissalomdan: "Ya Rasululloh, men kiyimning chiroyli, oyg'imning chiroyli bo'lishini yoqtiraman. Bu kibrdan sanalamdi?" deb so'raganda, payg'ambar alayhissalom: "Yo'q. Alloh go'zaldir. U go'zallikni yoqtirdi" deb javob bergan. Muslim rivoyat. 935-savol. Alloh yoqtirmaydigan kiyinish qaysi? Javob. Allah va uning payg'ambari yoqtirmaydigan kiyinish takabburlikning kiyimi bo'lib, kishilarga o'zini ko'rsatib bakavurlik qilish uchun kiyinadigan kiyimlardir. Arablarda o'zini cho'ng tutadiganlar kiyimni nihoyatda uzun kiydigan bo'lib, yerga tegib turadi. Islom shariatida shimni o'shiqdan eshib tushadigan darajada uzun kiyishning cheklanganligimi bu sababdan bo'lsa kerak. 936-savol. Kamtarlikning cheki bormi? Javob. Odam kamtarlik qildim deb o'zini kishilarga xo'r ko'rsatish, kiyimini, chas-soqolini tuzab, pokiz chiroyli yurishning o'rniga paskina va kir kiyimlar bilan yurish, qo'lida botirib chiroyli kiyinmaslik hargizmi kamtarlikdan sanalmaydi. Chunki har narsaning bir chek-chegarasi bo'lganidek, kamtarlikning mo chek-chegarasi bor. O'zining chek-chegarasidan chiqib ketgan kamtarlik so'kilishga yuz tutadi. Chunki bu holda u kishi ya kamtarlikni tark etib, o'zini cho'ng tutishga yoki kamtarlikni oshirib etib, o'zini xor o'ringa tushirib qo'yishga yo'l tutadi. Har ikki holat so'yilmaydi. Shunga kamtarlik o'zining chek-chegarasi ichida bo'lishi lozim. Fidokorlik. 937-savol. Fidokorlikning turmushimizdagi ahamiyati nima? Javob. Dunyoda manmanchilik, manfaatparastlik, shaxsiyatchilik qatorliq illatlar inson tabiatining bir parchasi bo'lib, har kim o'zining foydasini va dunyo manfaatlaridan o'zini foydalanishni o'ylaydi.
Kuchining yetishicha mol-dunyo yig'ishni ko'zlaydi. İnsanlar tarbiya bilan o'zgartilmasdan, mushu tabiati bo'yicha qo'yib beriladigan bo'lsa, insonlar jamiyati o'zlarining shaxsiyatchiligi vijdoniga hokim bo'lgan, aqli nafsi havaslariga ta'sir bo'lgan, elishni biladigan, berishni bilmaydigan, har ishda faqat o'z manfaatini ko'zlaydigan, umumiy manfaat uchun ozroq fidokorlik qilishni yoqtirmaydigan, hamisha men deydigan, biz demaydigan, hech bir zaman vatanim, xalqim deyishni bilmaydigan bexil, shaxsiyatchi insonlar bilan to'lgan bo'ladi. İlim-fan maydoniga kelmagan, kashfiyotlar maydoniga kelmagan va jamiyatmi taraqqiy qilmagan bo'ladi. Shunga samoviy dinlar, xususan islom dini inson tabiatidagi, axloq va suluklardagi qing'irliklarni o'zgartib, ularni fidokorlikni va qurbon berishni biladigan, o'zi uchunla emas, boshqalar uchunmi yashaydigan, umumning manfaatini o'z manfaatim deb to'naydigan qilib tarbiyalab chiqadigan go'zal axloqni elib kelgan. 938-savol. Millatlarning ro'naq tepishida fidokorlikning roli nima? Javob. Jamiyatning taraqqilishi, har qanday bir millatning o'ziga o'zi xo'ja bo'lishi va dunyo bilan butunlashib armonlarini amalga oshirishi yo'lida shu millat xalqining fidokorligi hal qilg'ich rol o'ynaydi. Bir millat qad ko'tarishi uchun jafodan qo'rqmaydigan, barlig'ini xalqi, millati va vatani uchun ataydigan, vatani uchun har narsadan kechalaydigan, mol dunyosini fido qila oladigan, zo'r kelsa jinini bera oladigan, o'zining manfaatini xalqning manfaati uchun qurbon qiladigan, irodalik, fidokor shaxslarni yetildirib chiqishga muhtojdir. 939-savol. Bundaq fidokor shaxslar nada yetishib chiqadi? Javob. Bundaq oliyjanob fidokor shaxslarni payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom qurgan iymon nomli oliy maktabdan topqilib oladi. Ular mushu maktabdan yetishib chiqadi. İman o'z vaqtida ana shundoq oliyjanob shaxslarni yetildirib chiqqan va hozirmi yetildirib chiqishga qodirdir. İman ana shundoq mo'jizlarni yarata oladi. Islomning oltin davrlari buningga misoldir. Chunki Alloh taolo va qiyomat kuniga ishongan mu'min kishi Alloh taolo yo'lida sarf qilgan mol dunyosiga, aql farosatiga, jafo mushaqqatiga, ilm mahoratiga va buningdan boshqa Alloh yo'lida atagan har narsaga Alloh taolaning biriga 700 essa va uningdan ko'proq berdiganligiga chin qalbidan ishonadi. Chunki Alloh taolaning va'dasi haqdir. Qur'on Karim Alloh yo'lida sarf qilgan mol dunyo uchun qanchalik ko'p mukofot berdiganligini mundaq bir misol bilan bayon qilgan. Alloh yo'lida pul melni sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga tikilib 7 boshaq chiqargan, har bir boshaqda 100 dan don tutgan bir donga o'xshaydi. Alloh xolgan bandasiga hasilab ko'p berdi. Sura Al-Imron 261-oyat. Mardlik va bexillik. 940-savol. Mardlik bilan bexillik qanday xuluq? Javob. Dunyoda mardlik bilan sexilikni maqtamaydigan bir millat, bir din, bir falsafa bo'lmasi kerak. Mardlik bilan sexilik maqtashga tegishli go'zal axloq bo'lganidek, bexillik bilan nomardlik butun insoniyatning lug'atida so'kiladigan nachar xuluqdir. Qur'on Karimning ko'plagan oyatlarida bexillik bilan nomardlik so'kilgan. Alloh taolo Qur'on Karimda bunday deydi. Bexillik qilib Allohning savobidan o'zini behojat hisoblagan, kalima tavhidni inkor qilgan odamga kelsak, biz uningga yomon yo'lni muyassar qilib beramiz. U do'zaxga tashlanganda uning meli hech narsaga asqatmaydi. Sura Layl 8-12-oyatlari. Ammo mardlik bilan sexilikqa kelsak, Qur'on Karim bu go'zal axloqni dunyo va oxiratda nijotlikka erishadigan haqiqiy mu'minlarning birdan-bir sifati bo'lgan holda Qur'onning beshidili maqtaydi. Ular g'ayibga ishonadi, namozni ado qiladi, ular biz bergan mol-mulkdan Alloh yo'lida sarf qiladi. Sura Baqara 3-oyat. 941-savol. Dunyoda sexilik obidasi kim? Javob. Arablar Hazreti Muhammad alayhissalom dunyoga kelishdan burun o'tgan Otam Toyi degan bir odam mardlik va sexilikning birdan-bir ulgusi va namunasi bo'lib o'tgan ekan. Islomiyatdan ilgirki shoirlardan boshlab to hozirgacha har qanday bir shoir she'rlarda Otamni sexilik bilan mardlikning obidasi qilib maqtaydi. Biz Uyg'urlar orasida tarqalgan hikoya cho'chaklardimi Otam mardlik bilan sexilikning namunasi qilib obrazlashtirilgan. 942-savol. Dunyoda bexillik ulgusi kim? Javob. Otamning aksicha Musa alayhissalomning zamonida Qorun ismli bir boy o'tgan bo'lib, Qorun bexillik bilan nomardlikning birdan-bir obrazi bo'lib qolgan. Dunyodagi barliq samoviy dillarda
va insonlarning qalbida Qorun obrazi la'natkor bo'lib saqlanib kelmoqda. Aytishlarga asoslanganda Qorun intayin cho'ng boy ekan. Onun xazinalarining ochqichlarini 44 ga aran ko'tardi ekan. Qur'on Karim bu qissani mundaq bayon qiladi. Qorun Musoning qavmidan edi. Qorun ularga yo'g'onlik qildi. Qorunga xazinalardan shu qadar ko'p bergan ediki, ularning ochqichlarini ko'tarish kuchli bir jamoatga haqiqatan eg'irlik qiladi. Ayni vaqtda Qorunga qavmi aytdi: "Ko'ranglab ketma, ko'ranglab ketguvchilarni Alloh zodi yoqtirmaydi. Allah sana bergan boylik bilan oxirat yurtini tiligin, dunyodagi nisivangni unutmagin. Allah sana yaxshilik qilgandek, senmi Allohning bandalariga yaxshilik qilgan, beqillik qilib yer yuzida buzg'unchilikni tilamagin. Allah buzg'unchilarni zodi yoqtirmaydi." Qorun, "Mening alayda bilimim bo'lganlikdan bu boylikqa erishdim" dedi. Sura Qasas 76, 77, 78-oyatlar. Oyatda ko'rganimizdek, Qorun mal dunyosidan ehtiyoj egalariga chiqim qilishni qat'iy rad qiladi. Shuning bilan Alloh taolo uni tirik turg'izib, mal dunyolari bilan birga yerga yutqizib o'tadi. Qorunni uning uyi bilan qo'shib yerga yutqizdik. Uningdan Allohning azobini qutuldira oladigan biror jamoa bo'lmadi. Qorun o'zini qo'g'diy olmadi. Sura Qasas 81-oyat. Bu boshqa samoviy dinlarning kitoblarida qayd qilingan mashhur hadisdir. 943-savol. Boylik bilan mangulik nom nishoni tikilgili bo'lamdi? Javob. Dunyoda tonnalab oltin va milliardlab dollar yig'gan milliarderlarning nom nishonisi qolmasdan ozroq boyligi bo'lsa-mu, shu boylikdan insoniyatga, xususan o'z millatining ehtiyojlari uchun yordam qilgan jonkuyarlarning nom shuhrati keyingi avlodlarning qalbida o'rin olib, tillarda madiyilinib kelmoqda. Dunyoda har qanday odam o'zining nom nishonisining yaxshi atoq bilan qilishini, xuddi Hotamdek mardlik bilan sexiylikning ulgusi bo'lib, avlodlarining tillarida maqtilishini, Alloh taolaning dargohidami shon sharafli bo'lishini yoqtiradi albatta. Shuningdek, dunyoda hech kim o'zining nom nishonisining Qorundek bexillikqa va nomardlikka misol bo'lib qilishini va xalqining eg'izidan la'natkor bo'lib qilishni hargizmi xohlamaydi. 944-savol. Mard boylarning jamiyatdagi roli nima? Javob. Har qanday bir jamiyatning taraqqiy qilib rivoj tepishi uchun shu jamiyatdagi boylarning mard boylarning roli alohida cho'ng bo'ladi. Davlatlarning iqtisodiy jihatdan ko'tarilishidami shu davlatdagi boylar alohida salmoq o'rin tutadi. Chunki payg'ambar alayhissalom boylaringlar beqilishib ketgan vaqtda sizlarga yerning ustidan uning osti yaxshiroq bo'lib qoladi degan. Buningdan boshqa dunyodagi har qanday ilm-fan, texnika yangiliklari va kashfiyotlar eng avval boylarning qo'llashi va moddiy jihatdan saxiylarcha yordam qilish soyasida o'z mevalarini berib kelmoqda. Ilm dunyo va oxiratlik baxt saodatlarga yetishning vositasidir. Ko'p hollarda bu ilmni ilish va berish ishlari iqtisodga ehtiyojlidir. Ko'p hollarda ilm bilan boylik bir odamda jam bo'lmaydi. Shunga olim ilmi bilan, boy pul meli bilan jamiyatiga, diniga, millatiga xizmat qiladi. 945-savol. Alloh boylikni nima maqsad bilan berdi? Javob. Alloh taolo bir odamga boylik ato qilsa, uni ikki maqsad bilan berdi. Biri uningga in'om qilish yuzidan, yana biri uni sinash, ya'ni bu boylikni o'z yo'lida qo'llanamdi yoki bexillik qilib besib yotamdi deb imtihon qilish uchun berdi. Alloh taolo bu haqda sizlarning mollaringlar va bolalaringlar bir turli sinoqdir deydi. Sura Anfal 28-oyat. Musulmonlarga tavsiya qilib, biringlarga o'lim kelib, Parvardigorim, nimishqa mening ajalimni biroz kechiktirmiding, sadiqa qilib yaxshilardan bo'lar edim deyishdan burun o'zinglarga rizq qilib berilgan narsalardan sarf qilinglar deb buyurdi. Sura Muttaffifin 10-oyat. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo rizq qilib bergan, nurg'ulg'an yaxshi ishlarning amalga oshishi uchun vasila bo'ladigan mol dunyoning uni o'z yo'lida ishlatishni biladigan yaxshi odam uchun ikki dunyolik baxt saodatlarning oshqochi bo'ladiganligini ixchamlab mundaq degan. Yaxshi odamning qo'lidagi mol dunyo nima degan yaxshi? Imom Ahmad rivoyat. 946-savol. Bexillikqa odatlangan xalqning oqibati qanday bo'ladi? Javob. Bexillikqa odatlangan xalq mol dunyosiga bexillik qilganlikdan, jinidan, nomusidan, hatto vatanidan ayrilib qoladi. Chunki odatga ehtiyojli taraflarga pul mol sarf qilishdan bexillik qilishga odatlanib kelgan bir xalqning vatanining mustaqilligini qo'g'dash yo'lida pul mol sarf qilishi mumkin emas.
Vatani uchun pul meliga bexillik qilganlarning uning yo'lida jinini beralishi texmi mumkin emas. Mana bu tarixning, xususan Uyg'ur tarixining yakuni. 947-savol. Bexillarning oqibati qanday bo'ladi? Javob. Alloh taolo bexillarning echinishlik oqibatini ixcham bayon qilib, kimki bexillik qiladi ekan, u o'zining ziyni uchun bexillik qiladi degan. Sura Muhammad 38-oyat. Bu haqiqatan har zaman, har joyda isbotlanib kelmoqda. Islom tarixida qayd qilinishicha, Chingizxon Bag'dodni ishg'ol qilib bo'lgandan keyin o'zini islom xalifasi deb atab olgan bo'lsa-mu, yo'ldan ezib chiriklashgan Bag'dod podshohini tirik tutib, uning yiqqan oltinlarini eritib og'ziga qo'yib azoblash bilan o'ltiribdi. Buning sababini so'rganlarga Chingizxon javob berib, bu podshoh shuncha ko'p oltinni ordisining tegiga ko'mib saqlab yotmasdan, uni sarf qilib askar kuchi tayyorlab bizga qarshi turgan bo'lsa, balki mamlakatini saqlab qolgan bo'lar edi. Sizlarning bexilliginglar sababidan Alloh meni sizlarga jazo o'rnida evatdi, debdi. 948-savol. Bexillikning ziyni kimga bo'ladi? Javob. Tarixning yuqorqi ochiq savoqlari Alloh taolaning Qur'on Karimdagi bexillik qiluvchilar bexillikni o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Amaliyotda bu ular uchun ziyonliqdir. Sura Al-Imron 180-oyat. degan so'zning haqiqatan rost ekanligini isbotlab turibdi. Biz azaldan tirishchanlikda, mard va sexiylikda ulgulik bir millatmiz. Bizdagi sexiylik, fidokorlik, mehmondo'stlik va o'zaro yordamlashish ro'yidan iborat islomiy axloqimiz va milliy an'anamiz turli sabablar bilan ojizlashib, asta-asta yo'qolish girdobga berib qolganlikdan o'zimizni o'ylab, beg'am, esiyatsiz yashaydigan bo'lib qoldik. Burun xotamlarni tuqqan Uyg'ur onalari amdilikda qorilarni tug'magan bo'lg'aydi, albatta. Islomiy salomlash an'anasi. 949-savol. Musulmonlardagi salomlash qanday an'ana? Javob. İnsanlarda ikki kishi o'zaro uchrashganida bir-biriga salom berish odati eng qadimiy an'analardan bo'lib, salomlashish biz Uyg'urlarda milliy axloq va diniy qoida yo'sin qatoridan sanaladi. Salomlashish kishilar o'rtasida mehr-muhabbatni davom qildirish va ko'ngillarni jalb qilishda eng zo'r sehriy kuchga ega bir ishdir. İnsanlar orasida bir-biri bilan salomlashish odati ular borliqqa kelgandan beri mavjud bo'lib kelgan bo'lsa-mu, musulmonlardagi o'zaro salomlashishning ahamiyati cho'ng, mazmuni nihoyatda mo'ldir. 950-savol. Uyg'urlarda salomlashishning o'zgarchiliklari qaysilar? Javob. Biz Uyg'urlarda salomlashish ba'zida qo'l elishib, ba'zida quchoqlashib ko'rish yo'li bilan bo'ladi. Doim ko'rishib turadiganlar orasida qo'l elishib ko'rishish qisqartiriladi. Quchoqlashish texmi qisqartiriladi. Ba'zilar bir tarafdan salomlashib, yana bir tarafdan o'ng qo'lini ko'krakka qo'ydi. Bu salomdan chin yurakdan chiqqanligini, chin dildan omonlik tilaganligini ifodalaydi. Ba'zilar o'ng qo'lini berib ko'rishib, so'l qo'lini qarshi tarafning o'ng bilikiga qo'ydi. Bu badanning bir butunligini va salomlashuvchilarning xuddi bir oila kishilarga o'xshash yaqin ekanligini ifodalaydi. 951-savol. Salomlashishning qoidasi qanday? Javob. Salomni avval boshlash sunnat bo'lsa, uni qaytarish farzdir. Alloh taolo Qur'on Karimda sizlarga birov salom bersa, uningga texmi yaxshi salom bilan javob beringlar yoki uning salomini aynan qaytaringlar deb ko'rsatgan. Sura Nisa 86-oyat. Oyatdagi texmi yaxshi salom bilan javob berish, assalomu alaykum, Allohning omonligi sizlarga bo'lsin deb salom bergan kishiga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu, Allohning omonligi, rahmati va barakati sizlarga bo'lsin deb javob qaytarish. Salomni aynan qaytarish deganlik va alaykum assalom, sizlarga Allohning omonligi bo'lsin deb javob qaytarishdir. Salom berguvchi garchi yolg'iz bir kishi bo'lsa-mu, uning salomini qaytarishda alaykum yana sizlarga deyiladi. Chunki qarshi taraf ko'pchilikning vakili deb qaraladi. Buningda musulmonlar o'rtasidagi barobarlik va birlik aks ettiriladi. 952-savol. Musulmonlarda salomlashishning ahamiyati nima? Javob. Ikki kishi uchrashganida bir-biriga salom berishi dunyoda har kim yoqtiradigan go'zal axloq va esil fazilatdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: bir musulmonning yana bir musulmonga o'tashga tegishli haqlari 6 bo'lib, ular uchrashganda salom berish, chaqirsa berish, nasihat so'rasa nasihat qilish, shukrsa alhamdulillah deyish, kasal bo'lib qolsa yo'qlash, o'lib ketsa namoziga berish. İmam Müslim rivoyat.
Payg'ambar alayhissalom yana mundaq degan: "Sizlar mu'min bo'lmaguncha jannatga kirolmaysizlar. Bir-biringlarni so'ymaguncha mu'min bo'lolmaysizlar. Sizlarga bir-biringlarni so'yadigan ishni ko'rsatib beraymi? Undaqda oranglarda salomlashishni umumlashtiringlar." Imom Tirmiziy rivoyat. 953-savol. Salom berishning tartibi qandoq? Javob: Salom berishda kichiklar cho'nglarga, o'tib ketayotganlar o'ltirganlarga, oz sonliq ko'p sonliqqa va qatnash ustidagilar piyodalarga salom berdi. Shundaqla sirtdan kelganlar shu yerdagilarga, erlar ayollarga, eri ayoliga, mehmon sohibxonga salom berdi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Uloq ustidagilar piyodalarga, mengayotganlar o'ltirganlarga, oz sonliqlar ko'p sonliqlarga, kichiklar cho'nglarga salom berdi. Imom Buxoriy rivoyat. Kasallarni yo'qlashdagi adab axloq qoidalari. 954-savol. Kasallarni yo'qlashning qanday ahamiyati bor? Javob: Kasallarni yo'qlash kishilik munosabatdagi aloqalarning qo'yiqlashishiga, ittifoqlikni texmo ilgari surishga va o'zaro do'stlikni ko'paytirishga turtki bo'ladigan muhim bir omil. Kasallarni yo'qlashning fazilati och qolganlarga tomoq berish, yetimlarning boshlarini silashdek savobliq va yaxshi ishdir. Bir hadisda och qolganlarga tomoq beringlar, kasallarni yo'qlanglar, asirlarni qutqizinglar deb ko'rsatgan. Imom Buxoriy rivoyat. Bir musulmon kasalni yo'qlash har bir musulmonning diniy qarindoshlik burchidir. 955-savol. Musulmon emas kasallarni yo'qlashga bo'lamdi? Javob: Boshqa dinda bo'lgan urug' tuqqan, qo'lim qo'shna va yor birodarlardan kasal bo'lib yetib qolganlar bo'lsa, ularni boshqa dinda deb tashlab o'tmasdan yo'qlash yaxshi ishlar qatoridan sanaladi. Muhammad alayhissalomning bir Yahudi dinidagi bolaning kasalini yo'qlab borganligi rivoyat qilinadi. Chunki musulmonning ustida musulmon qo'shnisiga o'tashga tegishlik ikki haqqi bor bo'lib, ularning biri musulmonlik haqqi, yana biri qo'shindorchilik haqqidir. Boshqa dindagi qo'shnisiga o'tashga tegishli bir haq bo'lib, u bo'lsa-mu qo'shindorlik haqqidir. Qo'shindorchilik haqqi nihoyat muhim va cho'ng haq bo'lib, uni ado qilish muhimdir. Boshqa dinda bo'lgan kasal qo'shnini yo'qlashga qo'shni haqqining bir qismi bo'lganlik e'tibori bilan savobli ishdir. 956-savol. Kasal yo'qlashda saqlanishga tegishli ishlar qaysilar? Javob: Kasallarni yo'qlab kirgan odam kasal kishining yanida ko'p o'ltirmasligi, to'la gap so'rab, uni bearam qilmasligi va qanday kasalga giribdor bo'lganligini so'ramasligi lozim. Chunki bunday qilish kasal kishining ro'yini texmo tushirishga sabab bo'ladi. Ba'zi kishilar nodonlikdan kasal bo'g'uchining qanday kasalga giribdor bo'lib qolganligini so'raydi. Kasal bo'g'uchi kasalini aytib bersa, ular falon odam mushundoq kasal bilan uzun yetib qilib, oxiri saqayolmay o'lib ketgan degandek azobli so'zlarni kasalning oldida aytib, uningga ro'yi azob bo'ladigan ishlarga sabab bo'ladi. Shundaqla kasal odamning yenida musibatli xabarlarni va echinishlik, fojiali xabarlarni aytmaslik lozim. Chunki bunda qilish kasal kishining ko'nglini azoblaydi.